Mana bunaqa katta dala bo'lsa, oldida uyingiz bo'lsa mazzami? Mol, qo'y boqaman degan akalarimiz kanalimizda juda ham ko'pchilik so'rayotgandi. Ko'rib turibsiz, mana shunaqa keng dalani oldida uyingiz bo'lsa, ayniqsa mana bu joylarimizda o'tgan safar kelganimizda turbalarimiz yo'q edi hali. Yangitdan suv turbalarini yangilashyapti ekan. Suvlari ham mana endi yangitdan bo'ladi. Aytganimdek, dalamizni oldida mana bu joyimizda mana bunaqa katta uyimiz kutib oladi. Assalomu alaykum Angrenda yashovchilar, Angren ahli. Sizlar uchun Yo'lk mahallasidan avval sotilgan uyi yana bitta obzoriga keldik. Ya'ni 6 sotikli maydondagi uyimiz 8 ta xonadan iborat edi, adashmasam. Xo'p, shu joyimizda obzoriga keldik. Avval obzor qilganimizda aytganimdek 53.700 qo'ygan ekanmiz. 53.000 dollarga baraka bo'lgan uy. Uyimizni sotib olgan insonlar pul 53.000 ga sotib olishgan u 3 dan bir qismi to'lov qolgan, aytilgan vaqtda berilmagani sababli uyimizni qaytadan sotuvga qo'yapmiz. Ya'ni uy egalari uyni olib turib qaytadan sotishyapti. Endi bu joyimizni avval ham ko'rsatgandim, yana ham qisqa qilib turib faqat tezroq ko'rsatib o'tib ketaman videoni cho'zmaslik uchun. Kirganimizda mana 2 ta 3 ta oila deganimdek, bu tomonda ikkinchi xonamiz, bu yoqda birinchi kirish eshigimiz. Mana kirganimizda ko'rib turibsiz, bu yog'imizda yuvinish xonasi va o'ng tomonimizda esa mana bunaqa oshxonamiz kutib oladi. Tez ko'rsatib o'tyapman. To'liq obzor qilganimiz o'sha avvalgi kanalimizda ham qo'yilgan. Hali uy egalari ham ko'chib o'zlari kelganiga, ya'ni asl egalari qaytib kelganiga ko'p vaqt bo'lmagan. Mana bu joyimizda mana ko'rib turibsiz, hamma narsalari deyarli narigi xonalarda ham sal yoyilib turibdi ekan. Aytganimdek, hali ko'p bo'lmagan o'zlari uyni qaytarib olishganiga. Xo'p, bundan chiqadigan bo'lsak, endi ikkinchi tomondagi kirish eshigimizga o'tamiz. Mana bu tomonimizda ham narigi tomonni o'zida ko'rdingiz. Xo'p, kirganimizda mana aboylarimiz yaxshi holatda, patologlarimiz ham hammasi qulay holatda. Mana aytganimdek, hali uy egalari ko'chib narsalarni olib kelib turib, hali yig'ishga ham ulgurishmagan, yaqindagina kelishgan. Avvalgi, ya'ni sotib olgan insonlar 3 dan 1ni to'lolmagani sababli uy qaytarib olingan. Ko'rib turibsiz. Mana shunaqa holatda va bu joyimiz ham mana hali kiyimlar ozroq sochilib yotibdi ekan. Hali vaqtimiz ham bo'lmadi deyishdi, lekin bizda ham vaqtimiz kamroq edi, shuning uchun obzorimizni tezroq qilamiz, ketamiz degan maqsadda baribir ko'rsatishga qaror qildik. Xo'p, bu joyimizdan endi o'tganimizda tashqariga chiqadigan bo'lsak, ko'chalarimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqlarimiz ozgina ko'klavorsa bo'ladigan sharoitda. Va ikkita oila mana shu joyda bo'ladigan bo'lsa, endi yana bitta oilamiz, ya'ni 3-oila ham yashasa bo'ladi. Mana bunaqa bolachalarimiz ham mana kuzatib turibdi videoda. Xudo xolasa, hop. Endi bu tomonga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turibsiz, bu yoqda hojatxona tashqarida. Bu tomonimizda ham mana hojatxonalarimiz bor ekan. Bu tomonga qo'shnining uyiga o'tib ketsa bo'ladigan sharoitda va mana bu joylarimizda esa xalq tilida aytganda vremenkalarimiz bor. Mana ko'rib turibsiz, 3-oila kelib turib mana shu joylarda ham yashab olsa bo'ladigan sharoitda. Xo'p, endi mana bu joyimizni ham yana bitta qorong'i, chirog'i yo'q bo'lgani uchun ko'rsata olmayapman. Biroz qorong'i va mana bu joyimizda mana aboylar tortilgan, patologlarimizga e'tibor bersangiz bo'ladi. Yaxshi sharoitda qilingan. Chirog'imizni bitta yoqib turamiz. Bu chirog'imiz yonar ekan. Mana ko'rib turibsiz. Yaxshi sharoitda aboylarimiz tortilgan, televizorlar uchun joylar ham tashab ketishgan ekan uy egalari. Ko'rganingizdek, mana shunaqa yaxshi holatda 3 ta oila bo'lsa mazza qilib yashab olsangiz bo'ladigan sharoitda. Nimaga deganingizda, bu joyimizni o'zida ham odamlar yashaydigan sharoit. Bu yog'imiz chirog'i sal pastroq ekan, mana ko'rib turibsiz. Va bilishim bo'yicha menimcha uyni sotib olgan odamlar bu yog'imizga o'sha nima deydi, to'lig'ini ko'rsatib beray degan maqsadda ko'rsatyapmanki sizlarga. Bu joyimizda ham mana kanalizatsiya qilishganmi bilmayman, aniqrog'i nima uchundir bu yog'imizda mana joylar qilib ketishgan ekan. Balkim bo'lishi mumkin kanalizatsiya uchun. Mana shunaqa mana uyimizni bu tomoni, orqa tomoni shundoqqina orqa tomondan olib keladigan sharoitda. Suv turbalari ham o'tilgan bu tomonimizga. 3 ta oila aytganimdek kelib turib mazza qilib yashasa bo'ladigan sharoitda kelasiz, mazza qilib yashaysiz. Endi bu joyimiz uchun necha pul so'rayapti uy egalari deydigan bo'lsangiz, 53.500 dollar so'rayapti. Sunnatiga o'tib beradigan joylari bor. Aytganimdek, avvalgi narx 53.000 ga sotuv baraka qilingan, faqat oxirgi pullarini to'la olmagani sababli uyimiz sotilmagan. Ya'ni uy egalari o'zi bu joydan chiqib ketib, yangi odamlar kirib kelib turib yashashgan.
ma'lum muddat va aytilgan 2 marta aytilgan muddat, 2 marta aytilgan muddatda ham pul berisha olmagani sababli uy egalari o'zlari qaytib kelishgan hozirda. $53.500 so'rashyapti. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib turib, gaplashib baraka qilsangiz bo'ladi. O'zi bu uy sotilgandan keyin ham 2-3 ta odam so'ragandi. Iloji bo'lsa olib bering deb turib, mana ular uchun yaxshigina imkoniyat. Xudo xolasa bemalol telefon qilib turib gaplashib baraka qilib yuborsalaringiz bo'ladi.